Yolg'onchilik. Yolg'on so'zlash eng yomon qiliq. Nachar axloq va iymonga zid keladigan cho'ng gunohdir. Saxtapazlik, aldamchilik, so'zida turmaslik, omonatga xiyonat qilish, va'daga xiloflik qilish, yolg'on guvohlik berish, yolg'on qasam qilish, gunohsiz kishilarga qora chaplash, chiqimchilik, sotqunlik, gumonxo'rlik, tarozida o'lchamda kam berish qatorliq butun yomonliklarning va gunohlarning bosh rolchisi yolg'onchilikdir. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: hamisha rostchil bo'linglar. Chunki rostchillik yaxshilikqa boshlaydi. Yaxshilik jannatga boshlaydi. Kimki hamisha rost gap qilsa, rostchillardan bo'lishini maqsad qilaversa, oxiri u kishi Allohning oldida rostchil banda bo'lib yeziladi. Sizlar har qanday bir yolg'onchilikdan saqlaninglar. Chunki yolg'onchilik kishini osiylikqa elib boradi. Osiylik do'zaxga elib boradi. Kimki hamisha yolg'onchilik qilsa va yolg'onchilikni maqsad qilaversa, oxiri u Allohning oldida yolg'onchi bo'lib yeziladi. Yolg'onchilik butun razilliklarning manbasidir. Yolg'onchilik tufaylidan ittifoqlik buzilib, jamiyat tartibi qalaymaqonlashib, insonlar orasida hal qilish qiyin bo'lgan ziddiyatlar, hodislar, ziyonlar, adovatlar va dab tugatkusiz ko'ngilsizliklar kelib chiqadi. Yolg'onchi odam xalqning nazaridan tushidi. Uning so'ziga hech kim ishonmas bo'ladi. Yolg'onchilik sababidan ishlar o'ngishli bo'lmaydi. Shunga Qur'on Karimda Innalloha la yahdi man huwa musrifun kazzab. Ya'ni Allah haddidan oshgan yolg'onchini hidoyat qilmaydi deb ko'rsatilgan. Allah tilni so'z qilishga yaratgan, biroq tilning ustixini yo'q. Nima desa so'zlayveradi. İnsan tilini kontrol qilmaganda o'ziga ziyonli ishlarga sabab bo'ladi. Musulmon yolg'on so'zlamaydi. Bir kuni payg'ambar alayhissalomdan musulmon odamning o'g'irlik qilishi mumkinmi deb so'ralganida "Ha, mumkin" deb javob bergan. Musulmon odamning zina qilishi mumkinmi deb so'ralganida "Ha, mumkin" deb javob bergan. Yana musulmon odamning yolg'on aytishi mumkinmi deb so'ralganida "Yo'q, mumkin emas" deb javob bergan.